Hammaga salom. Mening ismim Zarina. Men Navoiy viloyati Zarafshon shahrida oliy toifali trener Ismoil Safarov qo'l ostida 3 yildan beri o'zbek jang san'ati sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Nega aynan o'zbek jang san'atini tanlagansiz? O'zbek jang san'ati zarbalari, harakatlari, jozibasi menga juda yoqadi va men u bilan faxrlanaman. Kattaroq musobaqalarga chiqqanmisiz? Natijalaringiz qanday? Shahar viloyati, respublikasi va xalqaro musobaqalarga qatnashganman. 2025-yilda Qirg'izistonda Jahon kubogida 2-o'rinni egallaganman. Mashg'ulotning eng qiyin qismi nima deb o'ylaysiz? Mashg'ulotning eng qiyin qismi yangi mashqlar bajarish va o'rganish deb o'ylayman. Yangi kelgan sportchilarga qanday maslahat berasiz? Yangi kelgan sportchilarga erinchoqlik, dangasalik qilmasligini va berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarishini maslahat berardim. O'zbek jang san'ati hayotingizni qanday o'zgartirdi? O'zbek jang san'ati o'z ustimda ishlashni, sog'lom va intizomli bo'lishni o'rgatdi va o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. O'zbek jang san'ati milliy sport, milliy g'urur. Hammaga salom. Mening ismim Zarina. Men Navoiy viloyati Zarafshon shahrida oliy toifali trener Ismoil Safarov qo'l ostida 3 yildan beri o'zbek jang san'ati sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Nega aynan o'zbek jang san'atini tanlagansiz? O'zbek jang san'ati zarbalari, harakatlari, jozibasi menga juda yoqadi va men u bilan faxrlanaman. Kattaroq musobaqalarga chiqqanmisiz? Natijalaringiz qanday? Shahar viloyati, respublikasi va xalqaro musobaqalarga qatnashganman. 2025-yilda Qirg'izistonda Jahon kubogida 2-o'rinni egallaganman. Mashg'ulotning eng qiyin qismi nima deb o'ylaysiz? Mashg'ulotning eng qiyin qismi yangi mashqlar bajarish va o'rganish deb o'ylayman. Yangi kelgan sportchilarga qanday maslahat berasiz? Yangi kelgan sportchilarga erinchoqlik, dangasalik qilmasligini va berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarishini maslahat berardim. O'zbek jang san'ati hayotingizni qanday o'zgartirdi? O'zbek jang san'ati o'z ustimda ishlashni, sog'lom va intizomli bo'lishni o'rgatdi va o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. O'zbek jang san'ati milliy sport, milliy g'urur. Hammaga salom. Mening ismim Zarina. Men Navoiy viloyati Zarafshon shahrida oliy toifali trener Ismoil Safarov qo'l ostida 3 yildan beri o'zbek jang san'ati sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Nega aynan o'zbek jang san'atini tanlagansiz? O'zbek jang san'ati